Endi Alloh taoloning qudrati esa bunaqa bironta bir sababga muhtoj emas. Alloh har narsaga qodir bo'lgan zot. Alloh qodirmi insoniyatni Odam alayhisalom davriga qaytarib qo'yishga? Qodir. Alloh qodirmi hammani bir paytda iymonli qilib qo'yishga? Qodir. Alloh xohlasa bo'ldi. Alloh har narsaga qodir. Alloh musulmonlarni yer yuzida hozir aziz mukarram qilib qo'yishga qodirmi? Qodir. Nimaga qilmayapti bo'lmasa? Javob aniq. Musulmonlar unaqa aziz mukarram bo'lishiga loyiq emas hozir. Alloh qodir, lekin bandalar unga loyiq bo'lish kerak. Aziz mukarram bo'lishiga loyiq, kerak bo'lgan sababni qilish kerak. Shunda Alloh aziz mukarram qiladi ularni. Kuchli, qudratli zotga intilish insonning tabiatidagi bor sifat. Inson kimga qarab intiladi? Bilishi, eshitishi, ko'rib turishi aniq bo'lgan zotga, Alloh subhanahu va taologa. Alloh azza va jalla aytadi: